energiyasi sizdan töven kishilar sizdan gumonlanadi, sizni inkor qiladi, sizga qalaymaqan baho beradi, sizga hasad qiladi, hatto fursat topsa hujum qiladi. Energiyasi o'xshash chastotadagi kishilar sizni yaxshi ko'radi, muayyanlashtiradi, sizdan zo'qlanadi, sizga hamroh bo'ladi, sizni qadrlaydi. Energiyasi sizdan yuqori kishilar sizni tushunadi, sizga kang qo'rsoq bo'ladi, sizni qo'g'daydi, sizga yor yo'lak bo'ladi, sizni muvaffaqiyatga erishtiradi. Ammo bilingki, atrofingizda mushu 3 xil kishining hech qaysisi kam bo'lsa bo'lmaydi. Chunki birlaridan ehtiyot bilan muomala qilishni o'rgansangiz, birlaridan huzurlanasiz. Yana birlaridan quvvat elib, texmo kuch-quvvatga to'lasizda, shu chaqdala haqiqiy o'sib yetilasiz.